7 yil ichida Gulyuz kosmetolog bilmaydi. Texnikasi eskirgan. Voy, u yangi chiqdimi deb patsientlarimni borganda даже yuzidan ayb qidirgan kosmetologlar bo'lgan. 7 yil davomida bunaqa gaplarni ko'p eshitib kelganman. Mani ustozim gрамотный va haqiqiy dermatovrach kosmetolog bo'lganligi uchun hech qachon hech kimni yomon demagan. Endi sizga savol beraman. Успешный kosmetologlarni, ya'ni Instagramda ham, hayotda ham bir maqsadga erishgan va natijani ko'rsata olgan kosmetologlarni bitta ko'ring, kimdir yomon deydimi? Men achinaman. Instagramda, ya'ni ijtimoiy tarmoqqa kirib olib, bir-birini yomonlagan kosmetologlardan juda ham achinaman. Bu muolaja mana bunaqa problemali. Ya misol uchun aytadim, nit qilib bo'lmaydi, botoks qilib bo'lmaydi, figura korreksiyani qilib bo'lmaydi degan kosmetologlarga achinaman. Nimaga? Har bitta preparatni, har bitta metodni ustasi bo'lsangiz, любой metodni qila olasiz. Shu metodni qila olmagan kosmetologlar, men o'ylayman, o'ziga past baho beradigan kosmetologlar birovdan ayb qidiradi. Men hech qachon kimdir usulini, ishini yomon demaganman. Даже men ko'p kosmetologlarni tanimayman. Keladi patsient, ko'raman, xatolik bo'lsa, kelayman bunaqa. Buni kim qilgan, uni ketini qovlamayman. Bunga meni vaqtim yo'q. 7 yil davomida nimaga shu darajaga erishdim, bilasizmi? Даже 20 yillik kosmetologlar bu darajaga erishmagan. Eng avvalo Alloh, keyingisi men tinimsiz harakat qildim, o'rgandim, o'qidim. Men kimdir gapirmadim, kimdir ustidan ayb qidirmadim. Beayb Parvardigor. Bugun boshqasini kushetkasida, stolida kimdir muammoga uchradim, ertaga o'sha muammo sizda bo'lishi mumkin. Bilasizmi, biz davolovchimiz. Keldingiz, menga juda ko'p keladi telefonimga. Gulyuz opa, men bunaqa bo'lib qoldim. Aytaman, kosmetologingga bor. Seni kim qilgan? Shu. Bo'ldi, o'ziga bor. Chunki patsientlarni ham farishta emas, birov ishidan ayb qidirish kerak emas. Birinchi o'rinda patsientga taskin berish kerak. Aytaylik, yuzingizda pitoz bo'lib qoldi. Pitozni olib keldi sizga, menga olib keldi. Men bunaqa, bo'ldi, yomon bo'lib qoldi. Yo'q, ba'zi bir vrachlarimizdan ham jahlim chiqadi mana. Noto'g'ri tashxis qo'yib berishadi. Unaqa deb emas, pitozni davolasa bo'ladi. Yuzingiz qiyshayib qoldi degani, bo'ldi, ketdingiz degani emas, o'lmayapsiz siz. Pitozni davolasa bo'ladi. Misol, botoks oqishi mumkin. Misolda, endi doimiy ravishda o'sha xato qilaversa, bunaqalar ham bor. Buni o'ziga telefon qilib aytish kerak. Falonchi, pistonchi, men buni xato qilyapsan, senga men o'rgatib qo'yaman. Siz zo'r ekansiz, zo'r kosmetolog ekansiz, cho'tki ekansiz. Chaqiring meni. O'rgating. Bilimingizni bering. Shunchalik odamlarga rosa jon kuydirar ekansiz siz. Chaqirsin, o'rgatsin. Xalq ichida gapirmasin bir-birini yomonlab. Telefon qilib, "Keyin tekinga o'rgata olaysiz bilimingizni?" O'rgata olmaysiz bilimingizni tekinga. Siz shunda o'zingizdan farishtani yasasangiz bo'ladi-da. Hali men nechtasini bilaman. Vashi bo'lmagan preparatlar bilan ishlaydigan. Ular haqiqiy kosmetolog deb o'ylamayman. Men bilgan kosmetologlar hech qachon birov orqasidan gapirmaydi. Chunki ularni patsientni o'ziga yetarli pashaqa urib g'iybatga ularning vaqti yo'q. Ular bechara kosmetologga bitta odam borib qoladi-da, qo'shtirnoq ichidagi kosmetologlar. Unaqa kosmetologlar men kosmetolog deb hisoblamayman. Qo'shtirnoq ichidagi kosmetologlar shu bitta pashaqa urib o'tirib, o'sha g'iybat qilib o'tiradi. Qaysi успешный ayolni ko'rgansiz birov g'iybat qilganini? Qilmaydi. Kechirib qo'yasiz, qilmaydi. Sizga qaysi kosmetolog kimdir gapirdimi? O'rgating, o'shanga besplatniy deng. Qaysi biringlar o'rgata olasizlar, biz bilmasak, savol sizlarga. Bir-biringlarni ko'chaga chiqib, Instagram ijtimoiy tarmoqlarda gapirayotganinglarda o'ylanglar, biz bitta insonmiz hammamiz. Sizni urganingizga dog' tushdimi? Menikiga ham tushadi, baraka topqirlar. Nima emish? Nit qilsa bo'lmaydi. Mana bu revitalizatsiya ishlamaydi. Mana botoks xato bo'ladi. Baraka topqirlar. Agar yaxshi preparat bilan ishlasangiz, yaxshi nitlarni topsangiz, texnikani to'g'ri qilsangiz, hammasi ishlaydi. Bir-biringlarni yomonlashib, bas qilinglar o'zinglarnikini sotish uchun. Qo'lamanglar, bu yaramaydi. Nechta kosmetolog ko'raman, ustida harakat qiladi-da, bitta mana emas, harakat qiladi, pul tikadi. Bilasizmi, Instagram ijtimoiy tarmoqqa ko'tarilish uchun qancha pul tikiladi? Misol, men o'zim $8,000 oshiq sarflayman. Sarflang siz ham. Sarflash uchun
mehnat qilib ishlash kerak, baraka topkurlar. Bitta mijoz ustida 3 ta ish qilaman men. Yuziga qarasam bittasi. Ikkinchisi syomka qilaman. 7 yil 5 yil davrgacha o'zim ishlagan paytlarimda pul ketkazmaslik uchun yuzini davolayapman. Ikkinchisida syomka qilyapman, uchinchisida uxlamasdan montaj qilaman. Unda sizlar yo'q edinglar. Ya'ni prodyuserim, kamerachim yo'q edi. Men bitta o'zimga qolgandi. Unda topiman bunaqa katta emas. Endi kattalashganimdan keyin mana hammalarga bo'lib tashladim. Chunki bitta o'zim fiziki uspet qila olmayman bu narsaga. Gapirishdan oldin o'ylash kerak. Uspeshniy ayollar orqasidan gapirish juda oson. Shunaqa gaplar.